Tak, başlandı. Tak, mana bu drill. Mana bu birinchi aylanuvchi qismi, bu ikkinchi aylanuvchi qismi. Mana bunga tak izolenta qog'oz yopishtirib qo'ydik. Demak, bu reduktorimizda atnoshinasi 2023 ga 1 оборот. Evet. Demek hali bular bir-biriga qotirilmagan. Tak. Bir qo'l bilan ushlab turolmayapman. Demak shunday. Tak, pauza. Demak, mana bu reduktorda olamiz. Bunu koyamiz da. Kamerani ushlab turadigan hech kim yo'q. Bakın. Açamiz. Tak, demek ichida mana bu os bor. Birga bir to'g'ridan to'g'ri aylanadigan. Demek mana buni hozir yasab soldik. Tak, ichida vinets. Tak. Mana bunday olamiz. Olmayapti. Tak. Bunu qo'yib turamiz. Demek mana buni ichidan sug'urib oldik. Demek bu vinets. Tak, buni ichi ham vinets bo'ldi. Ichida qo'zg'olmas suchati shesterna orqasi mana shu. 2023 ga bir atnoshinali reduktor mana shu. Endi bunaqa reduktorlar ko'p. Lekin menga aynan shunaqa kichik modeli kerak bo'lganligi uchun bunaqasini topolmadim, yasadim. Tak, endi buni ustida kollektorlar bo'ladi. Orqa tomonda dvigatel. Mana bu dvigatelimizni qo'yamiz. Tak, bu parametrlari. Tak, parametrlari 30 volt postoyanka tokda ishlaydi. Tak. Made in Germaniya ekan. Davom etamiz.